عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. نعوذ بالله. Allah saqlasin. Payg'ambar alayhisalom aytadi, beshikka hech qachon kirmaydi. Qaysi bir insonning yuragida qipinday kibr bo'lsa. Qipinday degani kibr rivoyatlarda keladi, janobi chiminning qanotini chalib kibr bo'lsa deydi. Kichkina bo'lsa-da yuragimizda kibr bo'lsa, Xudo saqlasin. Payg'ambar alayhisalom beshikka kirmaydi alayhisalom. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Sahaba şu cenab-ı hadis aytgandan keyin Peygamber sahabalardan birisi turib, "Ya Rasululloh, kibr insonlar, misoli men o'zimdan kibr insonlar chiroyli kiyimlar kiyish yaxshi ko'radi. Chiroyli batinga chiroyli but kiyimlar kiyish yaxshi ko'radi. Bundan kibr bo'lasa dedi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Yo'q. Alloh subhanahu va taolo chiroyli narsalar yaxshi ko'radi. Buni kibr deb hisoblaymiz. Chiroyli kiyimlarni kiyingiz, jag'imtu, otlarni sevingiz. Biroq o'sha narsa bilan o'zingizni buyuk sezmangiz boshqalardan-chi. O'sha minib yurgan mashinangiz bilan o'zingizni boshqalardan buyuk sezmangiz. O'shanda kibr bo'lib qoladi.